yarim kechagacha uxlamay o'tiradigan yoshlarimiz agar shu videoni ko'rishsa, hayotlari xavf ostida qolmaydi. U albatta kech uxlagandan keyin kech turadi. Lekin tuni bo'yi jigar o'zini faoliyati davomida o't qopida o't yig'adi. U ertalab o'sha o'tni soat 8 gacha siz agar ertalab nonushta qilib biror narsa yesangiz, u o't ajralib chiqadi, o't qopi bo'shaydi. Agar siz shuni qilmasangiz nima bo'ladi? O'sha o't qopi sekin quyuqlashadi, qotadi va o't qopida toshga aylanadi. Asta sekin u esa jigar faoliyatini buzilishiga olib keladi. Jigar faoliyati buzilgandan keyin umuman organizmdagi laboratoriya, ya'ni organizmdagi bu toksinlarni tozalash faoliyati buziladi. Ya'ni bu narsalar hammasi asta sekin kasallikka olib keladi. Ayniqsa yana kam harakatlilik ham bu narsalarni albatta yana ham yomonlashtiradi. Shuning uchun iloji boricha vaqtida uxlab, vaqtida ertalab turib nonushta qilishga o'rganing. Shuning uchun aytilgan nonushtani inson o'zi yeyishi kerak. Tushlikni bo'lishish kerak. Lekin kechki ovqatni dushmaniga berish kerak degan. Mana shunga rioya qilsangiz, sog'lig'ingizni asrab qolasiz. Har doim shunaqa chiroyli, foydali maslahatlar olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying.